Okey, qimmatda, sharoit unga to'g'ri kelmaydi. Bundan arzon narsa yo'qmi? Okey, ishoning, yaxshi narsa qilib berishga harakat qilyapman. Lekin nima qilaylik, narxlar shunaqa keladi-da. Arzon bo'lganda olardim, aka. Shoshmang aka. Hozir sizga dunyodan sizga bundan ham arzon va zo'r yechim qilib beramiz. Yo'q, ko'ringlar-chi. O'rtoqlar, sizlarning uylarda gaz yoki voda nagrevatel, kotel qo'yishilgan sharoit yo'q. Shunda sizlar oshxonalardan issiq suv yoki varkinalardan issiq suv kelishini xohlaysizlar. Bunga zo'r yechim bor. Bu mana shunaqa smesitel, elektronli smesitel. Bu smesitelimizni narxini oxirida aytaman. Buni qulayliklari, bunga ortiqcha hech qanaqa narsa, gaz, boshqa narsalar kerak emas. Shuni suv kelayotgan turbaga ulab qo'yasizlar. Tokka tiqsanglar bo'ldi. Issiq tomonni yoqsanglar, issiq suv tushaveradi. Buni tuzilishi mana ichi ochiladi. Teni bor. Yivam kirib bo'lib ketsa, chayib turasizlar, narsalar yig'ilib qolsa tozalab tashlaysizlar. Bemalol ishlab turasizlar. Aytib o'tganimizdek, shunaqa sharoit yo'q joylarda shu smesitelimizni ham qo'ysanglar, bemalol ortiqcha xarajat qilasiz, ishlab turasizlar. Ammo eng qiziq joyi buni narxi atigi 260 ming so'm. Bu smesitellar dunyo bo'yicha savdo markazimizdan bemalol kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Bu videoni shunaqa narsa qidirib yurgan o'rtoqlarga jo'natib qo'yinglar.